Obunachilarga ishlayman. Bir joyga borib, ikki olsa bor, 29 ga. Bo'ldi. Bar barakasini bersin obunachilarga. Bo'ldi. Lekin narxini ayting buni. Bo'ladigan ayting. Qo'chqar 3 ta sovliq. Obunachilar ishlaysa bugun. Obunachilarga ishlayman. Bu bor 32 dan bo'lsa sotsin. 32 dan. Bar barakasini bersin. Qo'ylar ko'rsat. Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'llab-quvvatlab turganlardan hammalarini Alloh rozi bo'lsin. Like bosib, kommentariya yaxshi qo'y qoldirib qo'yinglar, qilsa. Bugun ham qo'ylar o'ta zo'rlar, o'ta udorlar. Barra qo'zi deysizmi, to'qli qo'zimi, bo'g'azmi, qisirmi, hammasidan bitta-bitta qilib, chiroyli qilib bo'lib chiqarib beramiz. Kimga qanaqa kerak bo'lsa, 24 soat ekranni pastdan bular aloqaga chiqarasizlar. Bugungi 26-yanvar dushanba kuni Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'zimiz xonadonimizda qo'ylar sekin-sekin bir videoga olib chiqarib beramiz va to'liq ma'lumotni Azbek ham o'zidan olib beramiz. Videoda xato kamchiliklari bo'lsa, narxlar bozorga qaraganda qimmatroq bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlarini qoldiraverasizlar. Buni negativchilar deb fikrlamaymiz, o'ylamaymiz. Bemalol narx qaysi qo'ydi, masalan, narxi qimmat chiqadigan bo'lsa, bemalol kommentariyada shuni qoldiringlar, imkon qadar shuni arzonroq olib kelib, arzonroq sotishga harakat qilamiz. Endi xalq suygan, hammaga ma'qul kelib turgan qo'yni olib sotaman desangiz, baribir 5-4 so'm qimmatroq keladi bizga ham. Biz ham dastavka qilib beramiz, ustiga 3-4 so'm foyda qo'yamiz. Shuni hisobiga narxlar 50-100 ming yaqa-baqa bo'lishi mumkin, lekin sog'lom garantiyali narsa sotamiz, Azbek aka. Xolis kasal tushirishmaydi. Tushirishmaydi, bir hafta sinov olishaveradi. Obunachilarga bugun da xolis narxlar chiroyli qilib chiqarib berasiz. Narxlar bomba bo'ladi bugun. Barra sezon qaytdi, ana xolis. Sezon qaytdi. Klientga ishlaymiz bundan beri. Birinchi partiyaga nechta? To'rtta sovliq, bitta qo'chqor. Bitta qo'chqor, ha? Yosh oyliklari qanaqa bular? Yosh oyliklari qo'zi, bitta shagimiz bor. Qaysinisi shamda ushlab ko'rsating, realni bo'lsin, bor narsani gaplashaylik. Obunachilar mana qani? Ha. Shuni ko'rsating. Buni bo'g'az qisirligi qanaqa, buni yelini bormi? Qani buni qo'ylarimiz tug'ishni boshladi. Bitta bolasi buni to'g'risi nobud bo'ldi. Nobud bo'ldimi? Oldi tug'ishni boshlabdi, o'sami? Boshladi, ha. Obunachilar mana. Yelini qarab, qo'chqor qo'shib qo'ysa, yana qochishi bolasi o'lib qolibdi buni. Realni aytirish kerak, tuqqan ekan. Oldi qochdi qilish. Shuni endi qisirta endi bu, ha. Toza narsa olma. Qo'chqor qo'shib qo'ysa bor. Ektish, ha. Qochaveradi. Qochaveradi. Bir 10-15 kun bo'lib qolibdi shekilli, yelini ham ancha qaytib qolibdi, ha. 15 kun bo'lib qoldi. Yelini ham qaytib qolibdi. Yaxshi, endi bulari-chi, bulari. Bular endi bo'g'az bor xolasa. Bularda xolasa bo'g'az, ha, bez bor. Tug'ishni boshladi. 100 mi? Inshaalloh, 100 ga 100. 100 mash narsa sotamiz. Mash narsa sotiladi, ha. Qo'chqor ichida bor, ha. Qochmagan bo'lsa qochib beradi. Qo'chqorimiz bor ichida. Mana qo'yam, mashina qochib qolaveradi endi bir oyda. Bir oydan keyin. Bir oyda qochaveradi ash qo'ydi. Eng muhimi shak bu. Qolganlar yosh qanaqa? Qo'zi. Qo'zi. Necha oylik? 11 oylik qo'zi. 11-12 oylik atrofida, ha. 11 oylik qo'zilar. Yebishlar sinovdan o'tadi xolasa. O'zlar sinovdan olishaveradi. Bir hafta garantiyasini beradi. Hop, buni 4'oni, 5'oni bitta sotasizmi? Addin ham sotilaveradi. Endi 5 ta ham qurib yetmaydiganlar bor, bitta, 2 ta oladiganlar bor obunachilar. 5 ta oladiganlar bor. 5 ta olaman deysa, bir joyga olishaman deysa, kelishtirib chiqarib berasiz. Kelishtirib chiqarib beraman, ammo bitta 2 ta olaman deyishgan odamga kelishiladi, ha. Ha. Chiqargan narxdan 100 ming, 200 ming pulisi bo'ladimi? Ha, 100 ming, 200 ming pulisi bo'ladi. Hop, endi birinchi partiyamiz ming maqtagan bilan narxida ota. Narxini ayting. Buni narxida asosan chiroyli qilib, narxini chiroyli qilib chiqarib bersangiz, obunachilar xursand bo'lishadi. Narxini gapiring buni. Bitta gap gapiring. 5 milliondan deyapman. 5 milliondan. 5 milliondan. Hammasi bir joyga ketsa? Hammasi bitta obunachimiz olsa 5 milliondan. 5 million so'mdan. Ketdi. Hop, o'tadiganingizni ayting. 100 o'tsam bo'ladi. Ya 100 yarashmaydi, Azbek. Chiroyli qilib o'tavering. 200 mingdan o'tdim men. 48 dan, ha? Telefon qilsa yana o'tib berasiz. Telefon qilsa hayrini o'tib beraman. Telefonda o'tib qo'yaman. Telefonda ham yana o'ting. 48 dan kommentariya qimmat deya olsa baribir o'tib berasiz-da. O'tib beraman. Gapiring. 46 dan bir joyga ketdim, sotildi. Gap so'zi, barakasini bersin. 46 dan bir joyga bo'lsa, ha? Ha. Telefon qilsa yana sunnatga o'tib berasiz. Ozdan chiqqan muhim emas, ha? Ozdan chiqqanga sotilmaydi, sunnatga o'tib beraman. 5 oy bir joyda ketsa 4 million 600 ming so'm. 600 mingdan ketdi mana. Telefon qilib aloqa chiqarasizlar. 4 tasinimi, 2 tasinimi narxi plyus-minus bo'ladi. Yoqtirib olaverasizlar. Xolasa qo'ylar yaxshi. Bo'ylarini aytib o'tibmas, bo'ylari necha chiqadi? Bo'ylari 80 plyus. 80 ga olishaversin, plyusini qo'ying. 80. Endi shu obunachilar mana juni bilan, tash holatida. Junni oldirsangiz, 1-2 sm aqabaqa bo'ladi. Telefon qilib bemalol 24 soat aloqa chiqarasiz. Endi ketingi partiyalarga navbat.
Shular ikkinchi partiyasi mana oyoq qo'l uzun, et boshlari ham juda semiz emas, og'riq emas. Dalani vajlar ekan, topashdi. Yebishlari zo'r, sog'lom variantidan, Azbek aka. Sog'lom narsalar. 5 ta endi ikkinchi partiyamizga. 5 dona. 5 ta. To'g'ri, urg'och. Yebishlari zo'r, sinovda o'tkazib olamiz ham deb bermoqchi bir. Ko'raylik shu ishlarni mana bunaqa. Yosh oyliklari qanaqa bulardi? Shoyli 11-10 oylik qo'zilar. 11 oylik, ha? 5 dona ekan-da. Bitta shagimiz bor. Mana qaysi shak? Mana shakmi? Qaysal shakka o'xshayapti. Yana haragisini. Manasimi? Ha, mana mashinasi ikkitishga chiqibdi bu narsalar. shagimiz. Mana shak qolgani qo'z, ha? Mana shu qo'chqar yurgan bo'ladi ichida. Qo'chqar yurgan bezi bor, xudo xolasa. Bezi bor, ha? Shu narsaga sotaverasiz endi. Chunki bu dalani vaji qo'shni bilib bo'lmaydi. Bu narsalar qarang, kashtan ekan. Buni haqiqiy o'zi to'laydigan variantidan ekan. Xolasa hammasi zo'r. Yaxshi narsalar hammasi bor. Boqqondan baraka topaveradi. Telefon qilib ulgurib qo'yinglar. Hada bundaqa oyoq qo'l uzun variantlari kelmaydi. Mana shu ham o'ta uzun. Bo'ylari necha chiqadi? Mana shu ikki o'rnak sal balandroq ekan, ha? Bo'ylari ikkitasi 80 plus. 80 plus 80 ga olishaversin, 80 plus. Mana 75 dan, ha, shu. Jo 75 dan uni 80 ga olsin. 75 plus atrofida ekan, mana 70 mana 5 o'ni ham qulog'ida mana qizil sirg'alari bor ekan o'ng qulog'ida. Yebishlar sinovdan o'tdi deyaplar. Behjalab savdo orqali bitirib olib boqaverasizlar. Qo'chqar keladi sizlar, qo'chqar ham qo'shib beradilar. Aytaymi, qo'chqarlar ham keladi. Sinovdan o'tgan, bizdan aqalli. Hop, yosh oyliklarini aytdik, bo'ylarini aytdik, bo'g'asizligini aytdik. Endi buni asosan obunachilar qiziqib turgan narxini nech pul qo'yar ekan bu Azbek arzonchi degan joyga keldi-da. Arzon qilib beraman. Arzon, narxini ayting, narxini. Birinchi partiya 4 million 600 dan chiqdi. Ichida bitta qo'chqar ham bordi. Undan kichikroq bular. Qaysidan? Birinchi partiyadan kichikroq, kelishtirib taslamasin buni. Bo'ldi. Bu narsalar undan katta, bu yaxshi narsalar bular, bor. Bo'yi ham yaxshi narsa. Suyakli varianti, kambag'al bo'y qilaman degani shu varianti. Bo'ldi. Gapiring. Cho'za o'tirmaymiz-da. 42 dan bir joyga. 42 dan? Ha. Telefon qilsa o'tib berasizmi? Telefon qilsa o'taman. Bo'ldi, telefonda mashinada o'ting, mashinasi qiziq. 100 dan o'tdim men. Yo 100 emas, to'ppa-to'g'ri 4 dan qilib qo'ying, obunachilar xursand bo'lishsin. Otangga rahmat. Telefon qilsa bor-ku. O'tdim men. Bo'ldi, 4 million so'mdan obunachilar. Ulgurib qolmanglar, mana 5 tasi bir joyda bo'lyapti. Qo'ylar sal bag'roq qaytaringchi. Mana obunachilar. 5 tasi bir joyda, mana 4 million so'mdan dastlabkasini gapiring, dastlabkasini obunachilar, dastlabki. 12 ta viloyatga besplatnimi? Besplatni. Besplatni. Barakasini bersin obunachilar. Bo'ldi, 12 ta viloyatga. Dastlabkasi yetib boradi. Telefon qilib ulgurib qo'yinglar. Xohlasa qo'ylarsizlar. Endi ikkinchi partiyamiz bular. Eslab qo'yinglar, endi 3-partiyalarga. Obunachilar mana 3-partiyaga haqiqiy go'zallarini terib qo'yibdilar. Qayerga bekitib qo'ydingiz Azbek aka bularni? O'zim qidirib oldim, obunachilar. Simjunlar bitta oq bosh sarig'i bor ekan-a? Ha, u ham. O'ta bo'lakcha narsalar. Simjun haqiqiy o'zi to'laydigan ekan. Ishqivozini qo'ydi obunachilar. Buni hamma ham olib boqolmaydi. Buni bilgan odam biladi-da. Bilgan odam biladi, qarang. Boqa olsa bor, bittasi $1000. 5-6 yil bolasini olaveradigan variantlardan ekan. Inshaalloh. Xo'sh, birinchi partiya, buni 3-partiya emas shunda? 3-partiya. 3-partiya. Ha. Soni 4 dan, ha? 4 dona. Qo'chqar sovliq. 3 ta sovliq, bitta qo'chqar. Bitta qo'chqar. Qaysi? Mana shu qo'chqarmi shunda? Ana shu qo'chqar. Mana shunisi qo'chqar, obunachilar, 3 tasi sovliq ekan, ko'ringlar. Sovliqlar ham o'ta go'zal. Yaxshilardan. Bo'ylari necha chiqadi buni Azbek aka, bo'ylari? 70 plus. 75 plus. 70 atrof, ha? 70 bilan 75 o'rtasi, ha? 70 ga olishaversin. 70 ga olishaveradi, ha, bu olishaversin mashina. 70 ga olaverasiz. Mana shu bittasini o'shancha bittasini mana shu sovliqda o'ta bo'lakcha ekan. Ushlab ko'rsataylikchi. Toza narsa o'zim. Buni bor. Ishqoz olib. Qani? Qo'ydi qarang janim. O o'zi to'laydigan ekan. Bor junin. O'zi to'layapti. O'zi to'lashib kelib qopti, ha? Yosh kichikroq ekan buni. Qo'y tur bergan yo'q-da bu. Chorsiroqsa. Qo'y tur bergan yo'q. Tur bo'lsa bor bu. Diyonlar. Bo'ldi, qo'yavering chiqarib yurishlarini bitta ko'rishib, qulog'i ham bitgan ekan. Yurishni ko'rishib, qaytarib beringchi, uncha uzoqqa ketib qolyapti ular. Obunachilar mana telefonda katta ko'rinadi, 10 metrdan ham mana qo'zlar zo'r ko'rinadi. O'ta toza narsa. Masofadan olyapti. O'ta simjun variantida bor. Telefon qilib ulgurib qolman. Xolos telefon qilgan odamni ishini bitiraman deyaptilar. Bugun obunachilar ishlaysiz. Obunachilarga ishlayman. Narxini gapiring. Bu narxinimi? Ha.
Qoch reytingimiz bor. Bo'ldi. 4 hop. Demeymiz, to'g'ri yarım ham demeymiz buni. Ha. Bir joyga olsa 42 dan. 42 dan. Ha. Yo'q 42 emas. Bo'pti. Obunachilar chiroyli qilib o'tib bering, 42 emas. O'ting, u 42 dan emas. Obunachilar 100 dan o'tdim yana. 41 dan ha. 41 Yo'q, dan. bundan oldingini ham 4 dan qo'ydi. O'shalar narxida qilib bering obunachilar. Yaxshi bo'ldi-yu. Yo'q, 4 milliondan bo'laversin, buni bo'yi pastroq ekan, lekin sifati bor ekan. Ish quvvati 4 dan olaversin ha. Bo'ldi mana. Obunachilar maza qilsa bugun. Barakasini bersin. Mana obunachilar 4 millionga tushirib qo'ydi. Yana telefon qilsalar sunnatiga o'tib beradilar. Bu aytilyapti turgan gap muhim emas, ozdan chiqqan. Sunnatiga o'tib beriladi. Ulgurib qolinglar. Bitta qo'chqor ham o'zining ichida. 3-partiyamiz, endi 4-partiyasiga yetdi. Obunachilar bu 4-partiyamiz. Mana bular ham 2-partiyaga o'xshab oyoq qo'li uzun variantlardan ekan. 3-partiyaga o'xshamas. 3-partiya dumbal semizdi. Bu 2-partiyaga o'xshaydi. Oyoq qo'li uzun, ebishlar zo'r, haqiqiy. Bo'lakchalar ekan. Hammasini sekin-sekin xillab chiqarib beryapmiz. Bemalol kimga qaysi partiya ma'qul kelsa, telefon qilaverasizlar. Ozdan tushyapti turgan pul muhim emas. O'tib beriladi. Dastlabkasini 12 ta viloyatga yetkazib beraman deyaptilar. Qolsa telefon qilgan odamni ishini bitiraman deyaptilar, ha. Telefon qilgan odamni ishini bitiraman. Shu bo'ldi. test qilishsam bor-ku, qo'yiladi bor. 4-partiyani to'liq ma'lumotlarni berib o'tib ketaylikchi. Partiyamizga. Yosh oyliklari qanaqa bular? Yosh oyligim 7-8 oylik. 7-8 oylik, ha. Bo'ylari 70 ha. 70 kilosi 70 ga olishadi. Qo'ylar ham juda chorsak, obunachilar yugurib ketishini qarang. O'ta chorsak. Ammo ibishlari zo'r sinovdan o'tkazdilar, xohlasa. Telefon qilib aloqa chiqaverasizlar. Bir hafta garantiyasi bor, ha? Bitta garantiyasi bor. Bitta garantiyasi bor. Ibishlarni aytdi, bo'ybastlarni aytdi, obunachilar ko'p kuttirmaylik. O'zi video cho'zilib ketyapti. Xo'sh, bular onu bundan oldingi partiyalardan kichikroq. Endi pulini ham sal kichikroq qilib chiqarib berasiz-da. Narxini ayting, narxini obunachilarga narxi qiziq. Bugun obunachilarga 5 tasi bir joyga. Bo'ldi. Obunachilarga ishlayman, xudo xolasa bugun. Hop. Qo'ylari bor, hammani suyagi bor. Zo'r, joyida. Bunaqa kalta narsadan emas. O'zimga yaqqanini olaman, ammo 100 ming 50 ming qaramayman bozorda, olaman, xudo xolasa. Gapiring narxini. Gap cho'zishni kerak yo'q. Buni 38 dan. Bir joyga olaman deysa bor-ku, bitta obunachiga. Sotdim mana. Yo'q, 38 dan emas, o'tib berasiz obunachilarga. 38 yo'q. 4 dan qo'ydik, 200 ming masa farqi. Farqini sal tushirib bering, chiroyli qilib. 100 dan o'tdim, bular. 37 dan, ha? 37 dan. Yo, yana o'ting. Bir o'ting obunachilarga bo'lsin, bugun bir narx bo'lsin. 36 dan bir joyga oldim deysa sotdim. Barakasini bersin obunachilar. 36 dan mana savdosini pashti bitirib qo'ydik. Telefon qilib aloqa chiqaverasizlar. Dastlabkasini umuman muammosi 12 ta viloyatga yetkazib beriladi. Dastlabkasini yetkazib beraman. 12 ta viloyat bo'lsa bor-ku, 14-siga yetkazib beraman. 14-siga ham yetib boradi, ha? Inshaalloh. Hop, obunachilar, bu 5-ovni olsalaring o'sha 36 dan bitta ikkita tanlab olishga narxlar o'zgaradi. 100 ming 200 ming kilosi bor. 5-ovni olsalaring O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz qilib beradilar. Bitta ikkitaga yo'q. Chiqaryapti turgan partiyamiz hammasini bir partiyani buzmay olsalar O'zbekiston bo'ylab dastlabkasini yetkazib beriladi. Telefon qilib ulgurib qolinglar. Biz endi ketinglarga navbat. Obunachilar, endi bu Azbeka 5-partiyasimi? 5-partiya. 5-partiyasi barra sezon kelibdi-da. Barra sezon boshlandi. Qaytdi. Klientlarga ishlayveramiz, xudo xolasa mana. Klientlarga ishlar. Bular xo'sh 4 dona ekan-a soni? 4 dona soni. 4 dona. Yebishlar sinovdan o'tgan-a, hamma qo'ydi. Bizlarni sizlar o'laveradi. Bir hafta sinovdan o'tgan, bir hafta garantiyasi bor. Yosh oyligi necha oylikka beramiz endi bular yosh oyligi? 4 oylik o'zlar. 4 oylik. 3 oy 4 oylik atrofida-da. 4 oylik, ha. 4 oylik atrofida. Yebishlar zo'r sinovdan o'tdi deyaptilar. Qo'chqor sog'lig'i? Xo'p. Bitta qo'chqor. Bitta qo'chqor. Sariq qo'chqormi buni? Ha, sariq qo'chqor. Sariq qo'chqor ekan. Obunachilar qarang. 3 ta sog'liq, bitta qo'chqor. O'zidan ko'payib yuraveradi variantlar. Bitta obunachini qo'ygan-da, bitta obunachini xursand qilar ekansiz, xolasa bugun, ha? Bugun xursand bo'ladi obunachilar. Bugun xursand bo'linadi. Klientga ishlaymiz, xudo xolasa. Klientga ishlanadi, ha? Ha. Yebishlar zo'r sinovdan o'tdi. Bo'ylari nechiga beramiz? Bo'ylari 65, 65 ga beriladi. Obunachilar endi 70 ga bormasa kerak. 65 ga olishaversin. 65 ga 70 chiqmaydi obunachilar. 65 ga olaveringlar. 65 ga olishaversin. Bitta qo'chqori bor, eng muhimi qo'chqori bor. O'zidan ko'paytiriladi. 3 dona sog'lig'i bor. 3 dona sog'liq, ha? Qara sog'liqni. Qani, shuancha telefonda baribir bo'lishi ko'rinadi lekin qo'ydi qarang.
O'ta Bittaki go'zal. odam bormi? Yutadi buni. Katta Quloq qo'ydi boshlab bolasi. Kallalarni qaranglar, buni ashlab. Pullashni boshladi o'zi, xudo Ulashni xolasa. boshladi. Simjun variantida. Buni hada maqtamaydi. Buni ashlab 1 sekund ko'rganda o'zi qo'ydi farqini biladiganlar bor. Xo'p, qarang. To'rovni bitta ayting. Bitta buni ashni qo'yib, buni bitta ikkita olmaydi. Gapiring. Bitta. Kelishtirib yo'lida qilayting obunachilar. Bitta ayting obunachilar. Kelishtirib aytaymi? Kelishtirib. Baland aytmam. Ham yo'q, bor. Xo'p, 33 ham yo'q. 33 ham yo'q. Ha. Bitta ayting. Obunachilarga so'rashmang. Telefon qilishsa sunnati gazini o'tib berasizlar. Gapiring. Buni bor. 32 dan bor. 32 dan. Ha. Olaman bir joyga deb telefon qilsa bor, sotdim. Bak barakasimiz 3200 dan obunachilar. Ulgurib qoldi. Bitta qo'chqari ham shuni vaqt ichida. Qo'chqari ham o'sha vaqt ichida ketaveradi. Addinni olishsa o'zgaradi. Addinni olishi o'zgaradi. Telefon qilmada xohlasa bitta obunachini qo'y. To'rovni bitta olib qo'yinglar. 3200 ming so'mdan dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab deyaptilar. Bemalol telefon qiladi. Olib borib beraman. Bitta muammo qilish. qarang, telefon qilgan odamni ishini bitirasiz-da xohlasa. Bo'ldi. Odamni ishini bitiraman buni. Barakasini bersin obunachilarga. Ulgurib qolinglar obunachilar mana. O'ta go'zallardan. Bor obunachilarga ishlayman. 5-partiyasi, endi 6-partiyasiga endi. 6-partiyasiga navbat endi, xudo xolasa. Oxirgi partiyamizga noyoblardan ekan-da. Oq qo'shqalardan. Qarang obunachilar, pardozlari bo'lmagan. Pardozlar qo'ysangiz zo'ruq bo'ladi. Xudo xolasa. Yebishlar sinovdan o'tgan, xudo xolasa. Sinovdan o'tgan, sinov oldik, o'zlari ham sinov olib bir hafta garantiyasini beramiz. Xo'p. Yosh oyligi. Yosh oyligimi? Ha. Buni 7-6 oyliklar. 5-6 oylikka beraylik. 5-6 oylik. 7 oylikka uncha tortma. 5-6 oylikka. 5-6 oylik mana. 5-6 oylik atrofida. 5-6 oylik narsalar. Urg'ochi erkak. Sovliq. Sovliq ikki o'yam, ha. Bu bo'g'asidan so'rash kerak, yo'q bular. Qisir bar. Qisir bular. Qo'chqar qo'shsa ham qochmaydi, ha. Yo'q bular. Bir ekoy baqishda yem beradi. Video chozmaymiz. Yebishlar yaxshi sinovdan o'tgan, bo'ylari? Bo'ylarimi? Ha. 70 ga olishaveradimi? 70. Yo, monos kichikroq ekan. 65 ga olishsin. 65 ga olishaversin bo'pti. 65 ga. Obunachilar yutib ketaversin shaydan. 65 ga. Ekov egizmasmi bular? Ekov ham Bu narsa bor. Ha. Ota boshqa, ina boshqa. Ina boshqa, ota boshqa ikazashlar, ha. Ikazashlar. Ikkovni ham inasi boshqa, otasi. Otasi boshqa. Ha. Bittasi Qirg'izistonniki, bittasi Tojikistonniki ekan-da, bo'lsa. Qirg'izistonniki, buni Tojikistonniki. Unda qanaqasi egiz bo'ladi? Qisqasi. Amigovda. Shu narsa-da kulishyapmiz, ha. Bo'l, narxini ayting, obunachilar, ha. Qirg'iziston. Bo'ldi. Tashab ketgan bular-da. Tashab ketgan. Bo'ldi, narxini ayting. Albatta, hazil buni narximi? Ha, bitta ayting obunachilar. Xo'p. Kelishtirib ayting. Buni bari obunachilar 3 milliondan bo'lsa. 3 million so'mdan. Ya qarang. 3 milliondan emas, o'tasiz yana. Hamma partiyani o'tasiz. Ya chiroyli qilib o'tib bering bitta videoda. Bitta gap gapiring. Bo'ldi, 3 milliondan emas. 100 dan. 29 dan, ha? 29 dan mana otangga rahmat deb like borsa urishi bor. Yana klientlarga ishlayveramiz. Sizdan qoldi, barakasini bersin. 29 dan obunachilar. Videoga like bosib qo'llab turganlardan katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Videoda qaysi partiyamiz qimmat chiqqan bo'lsa, nima qilib ketaverasizlar? Yozib ketaverasizlar. Negativni shu narxni arzonlashtirishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.